Mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini targ'ib etish maqsadida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bir hafta davom etgan kitobxonlik festivali doirasida viloyatimiz bo'ylab ham turli tadbirlar o'tkazildi. Qalblarga ma'naviyat ziyosini ulashni maqsad etgan jarayonlarni kuzatgan muxbirimiz lavhasi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Kitob har bir davrda inson uchun ma'naviy ozuqa, bilim manbai hisoblangan. Yurtimiz bo'ylab tashkil etilgan O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligi ham aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini targ'ib etishni maqsad etgan. Haftalik doirasida Uchquduq tumanida ham ko'plab tadbirlar tashkil etildi. Xususan, Axborot kutubxona markazida o'tkazilgan uchrashuv kitobxonlar uchun haqiqiy ma'naviyat bayrami tusini oldi. Unda maktab kutubxonachilari, yozuvchi va ijodkorlar, adabiyotga oshno kitobxonlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek keng jamoatchilik faol ishtirok etdi. Shu bilan birga tadbir doirasida kitobxonlik tanlovlari, badiiy ijodiy kechalar, kitob taqdimotlari va interfaol o'yinlar ham o'tkazilib, unda ishtirok etganlar esdalik sovg'alari hamda kitoblar to'plamlari bilan taqdirlandilar. Yoningizga kelsa, vaqtli bo'lsa qolsa, oraga kitob bering. Keldi-ya amlar tuzoqqa, bir qazir-qazirchoq, ming astag'firulloh, bolaga kitob bering. Bundan tashqari tumandagi 20-maktabda kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida maktabimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida kitoblar taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida o'quvchilar, ustozlar, ota-onalar va maktab jamoasi tomonidan maktab kutubxonasiga turli badiiy, ilmiy, ommabop va bolalar adabiyotlaridan iborat kitoblar tuhfa etildi. Ushbu tashabbus nafaqat kitobxona fondini boyitdi, balki kitobga mehr, ilmga havas ruhini yanada kuchaytirdi. Shu kuni xayrli tadbirlar davomida maktab kutubxona fondi 400 dan ortiq kitob bilan boyitildi. Mana bugun Uchquduq tumani 20-maktabda men maktabimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida kitobxonlik targ'iboti bo'lib o'tyapti. Bu taqdimotda maktabimiz kutubxonasida o'zbek badiiy adabiyotlari, jahon durdona asarlari, bolalar adabiyotiga doir badiiy asarlar bilan boyitildi. Bu asarlar nafaqat adabiyot darslarida, balki bolaning tarbiyasida nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bu asarlarni o'quvchilarga albatta doimiy ravishda o'qib borishlarini tavsiya qilamiz. Albatta, kitob o'quvchilarning dunyo qarashini kengaytiradi, tafakkurini charxlaydi, ularni yurtga, xalqqa foydali bo'lish sari ilhomlantiradi. Bu kabi haftaliklar, tashabbuslar bilimli, dunyo qarashi keng, ma'naviyatli avlodni tarbiyalashga ham xizmat qiladi.